Manzura opani ro'moli siljib orqaga qarab ketyaptimi? Уже cholkani tushiribsiz. Уже oxirgi videosini ko'rib qoldim. Manzura opani cholkasi ko'rinib turibdi. Yechib tashlavering уже. Bo'ldi endi Manzura opa, bo'ldi. Endi teatr tugadi. Liliput ketdik-ku. Rustam Sagdiyev sizni taklif qildi. Siz kelib u qo'shiqda aytdingiz. Unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Palon piston. Nima Rustam Sagdiyevni bivshiy turmush o'rtog'im demaysiz hech? Uy podarka qilgan menga deb intervyuzni ko'rib qoldim. Qiynalib bir so'mga ishlatib, qiynalganman. Hamma artistlar shunaqa deydi. Qiynalganman deb. Nimaga hech Rustam Sagdiyev turmush o'rtog'im, meni bivshiy turmush o'rtog'im. Keyin men klipdagi bolani sevib qolib tashlab ketganman demaysiz hech Manzura opa? Hech ham aytmaysiz nega? Hamma biladi Rustam Sagdiyev bilan yashaganingizni, uy podarka qilganini, ves show biznes biladi. Nega xalqqa aytmaysiz shuni? O'zim to'plaganman uyga 1 so'm qilib to'plaganman deb aldaysiz. Katta xotinsiz 45 ga kirdingizmi, 50 ga kirdingizmi, necha kirdingiz? PR qilavermasdan haqiqatni hech aytib chiqasizlarmisizlar? Turmushga chiqmaganman demanglar, iltimos. Rustam Sagdiyev bilan nikoh o'qitib yashagansiz-ku, nega yashiryapsiz xalqdan?